Ayolmisiz? Ayolman. 14-bir. Voy, hayotdan shular hammasi men uchunmi? Hammasi siz uchun go'zalim. Menchi? Qalay, yoqdimi? Voy, buncha go'zal. Men o'zim xohlagandek salom bo'pti. Bu hali xollasi. Bundan ham zo'rlari bo'ladi. Rahmat, hayotim, rahmat. SMS keldi. Ikkita norachida farzandingni o'ylamadingmi? Ishongan do'sting orqangdan pichasan sen. Xulos, hali shoshmay tur hali. Ko'rdim, o'z oilamdan bu narsani kutmagandim. Tezda tashachi, qada ekan unda. Yangi haftadan ishni boshlayverasiz, ishchilar ish keladi. Voy, meni unaqa salonim bo'ladi deb o'ylamadim. Yaxshi bo'lar edi. Manjalaqa qo'lga tushdingmi? Sen noto'g'ri tushunding. Sendan kutma. Dadasi, siz noto'g'ri tushundingiz, men hozir sizga tushuntirib beraman. Sendaqa xotinda boridan yo'g'i yaxshi. Undan keyin ko'zimga ko'rinmagan. Uyga qadamimiz qilmagan. Sen nomardni shirin so'zlaringga uchib, guldek oilam buzildi. Seni uchratgan kunimga ming la'nat. Dadasi, to'xtang. Bevafo